uni arablarda johil deydi. Bu johillik hamma yomon ishlarda kaliti johillik bo'ladi o'z aslida. Johillikda qangi dunyoda xavfli narsa yo'q. Eng xavfli narsa bu johillik hisoblanadi. Shuning uchun johil odamdan ehtiyot bo'lish kerak. Nimaga? U johil, uni ma'naviyati, ma'rifati yo'q, u yomon odam. Bu degani xohlagan yomon ish qilish ehtimoli bo'ladi u inson. Qilmayotganligi Alloh uchun bo'lmaydi, imkon yo'qligi uchun bo'ladi. Yo sizdan yo mendan qo'rqqani uchun o'sha yomonlikni qilmayotgan bo'ladi. Lekin vaqt topganda, imkon topganda, sharoit bo'lganda albatta o'sha yomonlikni albatta qiladi u odam.